nihoyatda uzoq zamonlar ilgari to'limi gullab yashnagan bir padişahlık bo'lgan ekan. Padişah puhralarining holiga yetadigan oq ko'ngil va to'limi dona xon bo'lg'ashqa xalq xotirjam kun kechiradi ekan. Bu zaminda yil bo'yi yomg'ir yeshin yaxshi bo'lg'ashqa mo'l hosil ko'p turmush bayashachilik ekan. Xonliqning ishlari shu qadar tartibli bo'lsa-mu, ammo padişah bilan xonish birimi farzand yuzi ko'migan ekan. Ko'p yillar mushundoq o'tib ketgan bo'lsa-mu, ular balaliq bo'lish orzuidan voz kechmay, qalbidagi umidvorligini yo'qotmay, cho'qim farzandlik bo'la oladiganligiga shaksiz ishonib ketdi. Kunlar shu tariqada o'tib, bir kuni yulduzlar jimirlab turgan bir kechada xonish tushida bir oqar yulduzning ufuqdan o'tib, uning quchqiga tushganligini ko'ribdi. Uzun o'tmay xonish o'zining homildor bo'lib qolganligini bayqabdi. Bu xabarni anglab, butkul padişahlik xo'shallikqa cho'mibdi. Kishilar bas-basda tabriklashib, yangi hayotlikning dunyoga tezroq ko'z etishini kutibdi. Hash-pash deguncha vaqt qarali to'shib, xonish darvaqa bir go'zal malika tug'ibdi. Kichik malika to'limi chiroyli bo'lib, terisi qordek op-oq, qoshlari sizib qo'ygan hilol oydek, ko'zlari qunduzdek qop-qora, eg'isi jinastidek qip-qizil ekan. Uning qop-qora sochlari tug'ilishidala bo'tir ekan. Kichik malikaning dunyoga kelganligini tabriklash uchun padişah o'rtada bir maydon katta ham hashamatlik ziyofat o'tkazibdi. U davlat ichidagi barliq oqso'ngaklar, vazirlar va atrofdagi padişahliklarning katta zotlarini taklif qildi. Buningdan boshqa padişah yana sehri kuchlik 7 parizodni alohida taklif qilib, ularning kichik malikaga go'zal tilaklarni tilishini umid qildi. Ziyofat kuni xon o'rdisi alohida zinnatlanib, odatdan tashqari qizib ketibdi. Mehmonlar to'lama hashamatli kiyinib olgan bo'lib, o'rdaning zinnatiga zinnat qo'shibdi. Ular bas-basda padişah va xonishga baxt tilabdi. 7 parizodmi o'z qaralida rangarang kiyimlarni kiyib, beshiga gul tojlarini taqab, qo'lida chaqnab turgan sehr hoslarini tutgan holda o'rdaga yetib kelishibdi. Ziyofat oxirlashib, parizodlar malika uchun tilak tilaydigan paytmi yetib ketdi. Birinchi parizod kichik malikaning oldiga kelib, kulimsirab turib, sehr hosini pulanglatib, "Men bu kichik malikaga jahondagi eng go'zal chiroyni tiladim. Uning go'zalligi xuddi bahorda echilgan gulga o'xshash, kishilarni o'ziga maftun qilsin", debdi. Ko'zni yumib ochqicha bir yiqimliq nur kichik malikani o'ribapti. Shu hamon uning chiroyi aslidagidanmi go'zallashib ketibdi. Ondan ikkinchi parizod malikaning yeniga kelib, "Men bu kichik malikaga esil mijoz xuluq tiladim. Uning so'z harakati, yurish turishidan bir xil oliyjanob sehriy kuch tarqab tursin", debdi. Parizodning baxt tilishiga agishib, kichik malikaning badanidan bir xil nur tarqalishga boshlabdi. Ondan 3-chi parizod sehr hosini pulanglatib, "Men bu kichik malika uchun eng yiqimliq ovoz tiladim. Uning naqshisi dunyodagi barliq mavjudotlarni o'ziga mahliyo qilsin", debdi. Gap tugishiga kichik malika bir necha qitim yiqimliq gungrab qo'yibdi. Ondan 4-chi parizod malikaning yeniga kelibdi. U "Bu kichik malika oq ko'ngil qalbga ega bo'ladi. U xuddi illiq quyosh nuridek atrofdagi har bir odamni yo'ritadi", debdi. Uning gapi tugishiga xuddi gapning ma'nosini tushungandek, malikaning chiroyida shu hamon tatliq bir kulgi jilvalanibdi. Ondan 5-chi parizod kulimsirab turib, "Kichik malika odatdan tashqari aql farosatga ega bo'lib, turmushdagi har xil xirislarga osonla taqobil tura oladi", debdi. Bu chaqda kichik malikaning ko'zlaridan
aql nurlari chaqnab ketibdi. Arqadan 6-cı Pərizatmı bəxt tilab, "Mən kiçik Məlikənin çəbdəs bo'lishini, harakatining xuddi qarlıqaşdek yengil bo'lishini tilayman," debdi. Shu hamon kichik Məlikənin put-qo'llari yengil harakatlanib, xuddi cheksiz hayotiy kuchga to'lgandek bo'pdi. 6-cı Pərizat bəxt tilab bo'lib, navbat 7-ci Pərizatga kelgan ko'pchilik xushalliqqa cho'mib turgan shu paytda toyuqsiz qattiq bo'ron chiqib, o'rdaning darvozasi daranglab echilib, uchisiga qora nemchi kiygan bir ayol sehrgar ko'pchilikning oldida paydo bo'pti. Uning chiroyi yirginishlik bo'lib, ko'zlaridan g'azab va o'shmanlik chiqib turadi ekan. Bu ayol sehrgar hammaga tanishlik bo'lib, uning sehri to'limi kuchli ekan. Aslida podshoh uni ziyofatga taklif qilmag'achqa, u qattiq g'azablanganligidan bu yerga kelib, buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan ekan. U so'g'uq kulib qo'yib, yuqori ovozda, "Sizlar xushalliqqa cho'mib, meni unutib qoldinglar. Shundoq bo'lgan ekan, menmi alohida baxt tilayman." U sehr hosisini shundoq bir pulanglatgan ekan, bir qora nur kichik Malikaga tushibdi. Sehrgar, "Malika 16 yoshga kirgan tug'ilgan kunida o'rchoq barmog'iga sanjilib ketadi. Ondan u qattiq uyquga ketib, mangu uyg'onolmaydi, o'lib ketadi," debdi-da, gapini tugitib, qaqahlab kulgunicha g'oyib bo'pti. Podshoh, xonish va maydondagi mehmonlar tuyuqsiz yuz bergan bu voqeadan hang-tang qilishibdi. Boyidan beri qaynon tashqinlikqa cho'mgan butkul o'rda birdamdala sukutga cho'mibdi. Hammaylan bir-biriga qarashib, nima qilarini bilolmay jim turishib qopdi. Bu vaqtda 7-ci Pərizat asta Malikaning oldiga keldi. U texi kichik Malikaga baxt tilashga ulguramagan emasmi? Biroq ayol sehrgarning qarg'ishi bak kuchli bo'lg'achqa 7-ci Pərizat uni bekor qilolmaydi ekan. Lekin shundaqdimi u yanala sehr hosisini pulanglatib, muloyimlik bilan, "Men bu razil tilakni yo'qotolmayman. Biroq men uni o'zgartalayman. Malika o'lib ketmaydi, faqat qattiq uyquga ketadi. Toki uni chin ko'nglidan yaxshi ko'radigan bir shahzoda paydo bo'lib, haqiqiy muhabbat sevgisi bilan uni uyg'otganga qadar u uyqu ichida yotadi," debdi. Shuningdan keyin qarg'ishning amalga eshishining oldini olish uchun podshoh farmon tushirib, butkul xonliqdagi barliq o'rchiqlarning hammasini yig'ib, cho'ng bir maydon hozirlab, shu yerga dövilab, ko'pchilikning oldida barliq o'rchiqlarni ko'ydirib etibdi. U yana nurg'un yasovullarni o'rinlashtirib, Malikani qo'g'dashni kuchaytiribdi. Shunday qilib, ko'pchilikning himoyasida Malika xo'shal-xo'ram cho'ng bo'lishga boshlabdi. Uning go'zalligi, oq ko'ngilligi va aql parosati ig'izdan ig'izga ko'chib, yiroq yaqinlarga keng tarqalibdi. Kishilar uni o'z ko'zi bilan bir ko'rishni armon qilishibdi. Xonliqdagi har qanday qiyin masalalar uning aql parosati bilan hal qilinib, qiyinchiliklar osonlashibdi. Shunday qilib, oy kunlar o'tib, Malika ko'zni yumib ochqicha 16 yoshga kirib qopdi. Malikaning tug'ilgan kunidan bir kun burun podshoh bilan xonish qo'shni davlatda bo'ladigan bir qitimliq do'stona ziyorat uchun o'rdadan ayrilibdi. Ular nurg'un yasovul va kenizaklarni Malikaning holidan xabar olishga qoldirib qo'yibdi. Podshoh bilan xonish o'rdadan ayrilgandan keyin atsi Malika o'zining tug'ilgan kunida ko'pchilikning hamrohligida o'rdada sayli qildi. Bir chaqda ular bilib-bilmayla bir munarning oldiga kelib qopdi. Qiziqish Malikani munarga kirishga majbur qildi. Shuning bilan u yasovul va kenizaklarga buyruq qilib, ularni sirtda qoldirib qo'yib, munar ichiga kirib, ustiga chiqishga boshlabdi. Munarning eng ustunki qavatida
O yip egiriyotgan bir yaşangan ayalni ko'ribdi. Bu qiyri ayal dal heliqi ayal sehrgar bo'lib, qizchaqni o'ziga yaqinlashtirish uchun boshqacha yasinib olgan ekan. O padişah bilan xonishning ketganligidan foydalanib, o'rchiqni elib bu yerga kelib, Malikaning qarmoqqa elinishini kutib turgan ekan. Malika azaldan o'rchiq ko'rib baxmag'ashqa qiziqqanicha Momaydan "Moma, bu qandaq narsa?" deb so'rabdi. Momay zaharxandalik bilan kulib qo'yib, Malikaga o'rchiqni tonishtiribdi, hamda uni qandaq ishiltishni ko'rsatibdi. Malika o'rchiqqa mabtun bo'lib, o'zini tutib ololmay, o'rchiqni elib sinab baxmoqchi bo'pti. Uning barmoqlari o'rchiqqa tekkan shu paytda yingna uning barmoqini teshib etibdi. Malika birdalla beshi qiyib, asta-asta yerga yiqilib, qattiq o'yqiga ketibdi. Shuning bilan bir vaqtda butkul padishahlik xuddi sehrlangandek o'rdadagi yasovullar, kenisaklar, oshpazlar, hatto gullikdagi qushlar, otxonadagi otlar ko'zni yumib ochqucha qattiq o'yqiga ketibdi. O'rda atrofida büyük baraqsan tikanlar o'sib, butkul o'rdani qatmuqat o'rib elib, xuddi dunyodan ayrilgan yana bir dunyoni shakllantirgandek bo'pti. Shuningdan keyin kunlar mushu holatda bir-birini qo'g'lab o'tishibdi. O'yqidagi sahib Jamol to'g'risidagi rivoyatlar butkul dunyoga keng tarqalibdi. Nurg'un shahzodalar bu hikoyani anglab, arqa-arqadan kelib, tikanlarni kesib o'tib, Malikani uyg'otmoqchi bo'pti. Halbuki, o tikanlar odatdan tashqari mustahkam bo'lib, yiqinlashganligi odam tikanning zarbasiga uchrab, barg'anligi shahzodalar natijasiz holda qaytib ketibdi. Shunda qilib, mushu tariqada necha yil o'tib ketibdi. Aradan uzun o'tmay, bir yosh botir shahzoda uyqudagi sahib Jamol to'g'risidagi rivoyatni anglab, Malikaning hikoyasidan cho'nqur ta'sirlanib, Malikani qutqizish safariga otlanishni qaror qildi. Bu shahzoda to'limi kelishgan bo'lib, chelish mahorati yuqori, qalbi haqqoniyat va jasoratga to'lgan ekan. Shahzoda oq arg'amoqqa minib, qat'iy ishonch bilan yo'lga chiqibdi. U sansizlagan jafo mushaqqatlarni boshdan kechirib, büyük baraqsan o'rmonliqlardan, shiddatlik iqinlardan, xatarlik tog' cho'qqilardan halqib o'tibdi. Oxiri u tikanlik bilan o'ralgan o'rdaning oldiga kelibdi. Shahzoda tikanga yaqinlashganda, tikan xuddi uning olg'a ilgarilishini to'sishga urinayotgandek qattiq tavirnib ketibdi. Shahzoda qilchi qo'rqmay, qo'lidagi shamsharni pulanglatib, o'zining yorilinishlariga pisand muqammay tikan bilan elishibdi. Uning tirishchanligi orqasida tikanlar asta-asta kesilib, uningga bir yo'l echilibdi. Shahzoda yo'lni bo'ylab o'rdaga kiribdi. O'rda ichi jim-jit bo'lib, hamma yerni chang-to'zon qoplab ketgan ekan. U qattiq uyquga ketgan yasovul kenisaklarni ko'rib, to'limi hayron bo'pti. U yana davomli olg'a ilgirlab, oxiri o'rdaning cho'ng zalidan qattiq uyquga ketgan Malikani tepibdi. Malika u yerda jim-jitqina yotgan bo'lib, uning uyqudagi chiroyi odatdan tashqari go'zal va yiqishli ko'rinibdi. Shahzoda astag'ina Malikaning yeniga kelib, uningga sapsilib qarabdi. Shu hamon uning qalbi larsiga kelib, yuragi tipchaklab so'qib ketibdi. U Malikaning xuddi suratlardek shu qadar go'zalligidan zo'qlanib, bir haza tikilib qopdi va tatliq bir tabassum qilg'inicha asta ingishib, Malikaning peshonasiga yenikkina birini o'pib qo'yibdi. Dal mushu paytda mo'jiza yuz berib, Malikaning kirpiki sal-pal titrab, asta-asta ko'zini echibdi. U ko'z oldidagi kelishgan shahzodani ko'rib, tatliqini kulimsirab qo'yibdi. Malikaning uyg'onishiga agishib, butkul padishahlikning hayotiy kuchi asliga kelibdi. Uyquda yotgan barliq yasovul kenisaklar
past-pastda uyg'onibdi. Qushlar naqshi aytishga boshlabdi. Gullikdagi gullar qaytadan po'raklab echilibdi. Orda ichi yana ilgirgidek kulki chaqchaqlarga to'libdi. Padişah bilan xonish Malikaning uyg'otilganlik xabarini anglab, aldirab tenab ordaga kepdi. Ola Malika bilan shahzodaning baxtlik holda bir yerda turganligini ko'rib, to'limi xushal bo'pdi. Va yugurib berib, Malikani bag'riga besib, seg'inish yoshlarini to'kibdi. Lekin Malika va boshqalar o'zlarini birdamlik uyqudan uyg'ongandek his qilg'ashqa, bu ko'rinishlarga hayrona has qilib, anqiramay qapdi. Ammo Malikaning uyg'onganligi va shahzodaning uni qutuldirganligi xonlik uchun katta ish bo'lg'ashqa, padishah o'rnida katta tabriklash murosimi o'tkazib beribdi. Uzun o'tmay shahzoda qizga elchi avatibdi va dag'dug'uliq bir maydon to'y murosimi o'tkazib, Malikani o'z padishahligiga ep ketibdi. Shuningdan keyin shahzoda bilan Malika bir-biriga ko'yinib, baxtlik, xushal-xuram turmush kechiribdi. Malikaning aql parosati bilan ikki davlatning ishlari texmi gullab yashnab, xalq texmi osoyishchilikda o'tibdi. Ularning muhabbat hikoyasi mangulik rivoyat sifatida yod etilib, shahzodaning muhabbat uchun qiyinchilikdan bosh egmas ruhi keyingilarga zo'r madad va ilhom bo'lib, kishilar tarafidan avlodmu avlod madhilanibdi.